Mana shaharlari zerikib ketib aeroportda yotaverib aylanib bitta avtobusga o'tirib shahariga keldim. Mana shu yerda sal gavjumroq odamlar ekan. Mana bu narsani hamma videoga rasmga olishyapti. Toshdan mana qilib yasab chiqqan ekan. Necha yilga ekan bu? Arkaga o'xshatib. One more tricky part. Until we Juda eskigan ama. Aman zamonlarda ekanda. Necha asrlar shekilliydi. Gretsiyani shaharlarda. Mana qarab ketishyapti yana shu dumaloq baloq shekilliydi. Endi dengiz bo'yiga tushamiz endi hozir. Gretsiyani Slonni degan shahari. Bu yog'ana mash ko'chani pastga tushsa dengiz ana ko'rinyapti dengiz. Ana dengiz. Mana Gretsiyaning shaharlari. Hozir Gollandiyaga bilet olganman, через Gretsiya ketayotgandim. Shu Gretsiyani ham bir aylanib ketayin deb yo'lda. Bir sutka vaqtim bor ekan. Biletim ertagalikka. Bugun endi shu yerlar shaharlar aylanaman. Ay yiqilib o'la, xotiramul gullar o'pkalar. Endi yegan narsa izlaymiz endi. Pizza bolalar pishiryapti deyman. Ben de yerda shaurma bo'lsa shaurma yeymiz endi. Tog'amiz mana o'tirib olib shapka bir narsalar sotyapti. Mana shu ko'chalar ekan mana. Domlari. Tuzuk shaharlar chilisi bo'lar. Mana yana bitta ko'chasi. Sim karta sotmasak endi, karta bir 10-15 gigabayt bor bo'lsa ham sim karta olay degandim. Sim karta yo'q. Topolmayapman. Shu yana aeroportga borganimda Wi-Fi ni yo'q boshladi endi. İşletaman. Şimdi shaharlar mana. Bu yerda ham yana bir qanaqadir bir qadimgi shahar bor shekillida. Qadimgi uylar bir narsa saroy narsasini tay o'rni qolib ketgan ekan. Shuni saqlab qo'ygan ekan. Mana ma'lumotini beribdi. Bu Gretsiyaning yozuvi bir boshqacha yozuvlar ekan, tushunib bo'lmaydi. Mana yozuvlarni ko'ryapsizlarmi? Ajoyib yozuvlar.
havo lekin zakas bo'lyapti. Shabada chiroyli havo bo'lyapti. Mana o'zimni ham olib qo'yay. Yaxshi olindimi bilmadim, o'zimga ko'rinmadi. Mana bolalar o'tirishib olib bir boshqacha bir rasmlar olyapti. O'tirib yonboshlab. Mana rasmga tushdi. TikTokga rasmga tushyaptimi, video qilyaptimi, saqlayapti shekilli. Esdalikka shu yerlarga video olib, anchadan beri YouTube'ga video qo'ymadim. Shuni qo'yib qo'yaman-da endi, esdalik o'zim uchun. Shu shaharlarda ham ko'rdim deb xohlasa Gollandiyaga ketyapman, u yoqlardan video olinadi. Hali Fransiya qilib, hatto Yevropaga kelib shaharlarni ko'rib ketamiz endi. Shunday dengizga ham oz qoldi. Bularda bir cherkov ibodatxonasini sotgan. Gretsiyaning bayrog'i bir xunuk bayroq ekanda. Xunuk degan sababi Isroilning bayrog'iga o'xshab ketar ekan. Bexosiyat bayroq ekan. Uni ko'rdinglarmi? Xirqilab turibdi. Isroil bayrog'iga ana ranglari o'xshaydi ekan. Mana Mirzo Qoraboyev shirkat xo'jaligi bor ekan, haykali. Ular o'zlarini shaqasi qilsa kerak. Sekin mashina yo'q ekan, Qizilda ham o'tib ketaveramiz. Mashaqa mana dengizga ham tushib qoldik. Endi dengiz endi hamma dengizi bir xil. Ash suv. Bizga mana shaharlari qiziq. Mana dengiz. Mashalloh. Juda chiroyli shamol bo'lyapti. Havolari ham. Bu yer aylanadigan joy ekanda, plyaj emas ekan, cho'miladigan emas. Faqat lekin juda rasvomi deyman suv.
Ha bolajonlar. Ha Allohga shukr, shu yerlarda ham ko'rishimiz, rizqimiz bor ekan, shu yerlarda ham odamlarimiz. Yo'l-yo'lakay ko'rib o'tib ketyapmiz o'zi. Yeah, but that's like all those. They're like this. Gollandiyaga ketayotgan odammiz. Mo tog'a kim ekan endi haykali? Lekin bitta o'zbek yo'q. Ate bir sal o'zbek bashararoqlar bo'lsa borib buni qilyapman, o'zbek emas. O'zbeklar yo'q. Polshaga borganimda Polshada o'zbek ko'rdim, Germaniyada ham ko'rdim o'zbek. O'zbeklar ko'chada ko'rib qoldim-da. Beyda yo'q lekin. Ne, спасибо. Ne. Ne надо? Mana krossovkalar sotishar ekan. Böyle Kusto'nun giymesi yok. Kusto giymesi. O'zbekistonga ham bir jinday bo'lgan bir burchagi birorta dengiz ilashib qolganda juda zo'r bo'lardi endi. Shu dengiz uchun ko'p turistlar keladi. Ming chiroyli shahar qiling, Allohning bir tabiatida va baribir odamni o'ziga tortmaydi. Shu dengiz bo'lsa, mana shu sabab turistlar ko'payadi baribir. Mamo akam o'ynayapti endi. Bugün bir 15-20 minutlik video qilib internet topganimda qo'yaman endi YouTube'ga. Yer restoran bir narsa ekan. Lekin boplabdi. Ana bu ekanda Ali. 40 qaroqchimi deydi, Ali Baba 40 qaroqchilik ekanda. Quyosh yaxshi ko'rinmayapti. Xullas shu ekanda endi shaharlar